Dadasi. Ha Pekka so'rashdi-da. Nimaga xotin? Короче, 5 ta boladan keyin bizda yana yangilik bor-da. Xotin sezyapsan? Bez pauza ketyapsan. To'yimiz bo'lganiga o'zi 6 yil bo'ldi. Ko'z tegmasin, mana 6-bola ham tayyor. Xotin, sen bilan faxrlanaman. Sen eng zo'r tug'uvchilardansan. Do'g'orimiz esingizda? Bundan keyin bori qo'lingni sovuq suv ko'rmaysan. Nima ish bo'lsa mana men qilaman, tushundingmi? Qaynatma sho'rvami yo chuchvarami, mantimi, qovoq somsami, mana o'zim qilaman. Oy, nonib ketay. Qani bitta qora choy damlang, xonamda bo'laman. Olib chiqib berarsiz-a? Конечно. Axir 9 oylik qullik davri boshlandi. Dogovor есть, dogovor. Qoraya, hozirda. Hot, choy damlab ber, ishga kech qolyapman. Men homiladorman. Meni urish mumkin emas, so'kish mumkin emas. Menga ish ham qilish mumkin emas. Dogovor есть, dogovor. Choy ichmasdan ketaman. Ey popu. Hech bo'lmasa ko'ylagimni dazmollab ber. Men ham xotini bor odamlarga o'xshab dazmollangan kiyim kiyib boray. Men homiladorman. Menga bosim o'tkazish mumkin emas. Ortiqcha движение qilish ham mumkin emas. Meni kayfiyatimga qarash kerak. Chunki bunaqa paytda meni kayfiyatim nozu. Onasini yemsan. 6-ga kelib aqldan ozdi. Men homiladorman. Senlarni hozir kuningni ko'rsataman. Men homiladorman. Menga yarashaveradi. Dadasi, mana men homiladorman-ku. Qara-ya, aytmasang o'lay agar bilmas ekanman. Shunga kecha bolam menga vizov tashatdi. Tug'ilmagan bola vizov tashabdi. Ha, azizlar. Bolam aytdi-da, unga tilla vitamin yetishmayotgan ekan. Bolamning gapi gap. Bo'ldi jigar dedim. Senga og'ir ko'tarish mumkin emas. Sen o'tillarni nima qilasan? Bo'yningga taqasanmi? Bo'yningga nagruzka tushadi. Senga tushgan nagruzka bolaga tushgan nagruzka demakdir. Yo, xotin, men unaqa vahshiylik qila olmayman. Men seni asrab avaylashim kerak. Axir sen homiladorsan. Lekin barib to'lash kerak-da. Nimani to'lashim kerak? Menga bo'lib to'lash mumkin emas. Axir men homiladorman. Dogovor? Yes, dogovor. It's the one and only Digo Double G.